Bey, akamma. Sağ salamet ayrıdırımga düşdüm. Maqul. Men shaharga kirib, ondan siz bilan aloqalashay. Xo'sh. Ne görsiz? Shahar markaziga. Bey, aqtama? Ha, bu men. Bugun bir savodishimning tug'ilgan kuniga bormoqchi edim. Beralamsiz? Bir muzik ishlayotgandim. Bugun tugatmasam bo'lmaydi. Maylamisa, undaq bo'lsa, kechda qaytib kelibla sizga telefon beray, bo'lamdi? Qo'shal o'ynab kelasiz. Ma'qul, telefonni qo'yib aytdimamisa. Bey, Keremcanmisiz? Men og'iningizning inisi. Qaysi og'inamning demsiz? Ha, to'g'ri. Shu og'iningizning. U siz bilan ko'rishishimni aytgan edi. Nima? Siz hozir Urumchidimi? Qachon qaytib kelasiz? Ma'qul emsa. Bir haftadan keyin telefon qilay. Shunda bo'lsin. Xo'sh. Vay, akamma? Men, qanday ahvolingiz? Ha, senmiding? Yaxshi. O'zingning ahvoli-chi? Yaxshi. Siz degan eliq odamni izlasam yo'q ekan. Ha, shundaqmi? Yana bir haftadan keyin qaytib kelaman deydi, qanday qilaman? Amisa shu chaqda ko'rishsang bo'ladi. Haras. O'tirib qandaqroq ekan? Sen kichigingda tashlab Guangzhouning turmushiga ko'nib ketgan eding. Ha. Yangi muhitga kunalikdaksanmi? Xotirjam bo'ling aka. Bu garchi Guangzhouda qaynoq avot bo'lmasimi? Lekin odamga bir xil tinch, ozoda tuyg'u berdi ekan. Cho'qim ko'nib ketaman. Ha, undaq desang, men xotirjam bo'laman. Ha. Amisi boshqa ish bo'lmasa xo'sh. Vaqti telefon qilib tur, ha? Ma'qul emsa, xo'sh. Xo'sh amisa.
Nima ish qilyapsan o'g'lim? Bu narsa lozim bo'lib qolgan edi. Qaytirib akirdim. Ha. Bugun men idorada navbatchilik qilaman. Opangga deb qo'ygan. Tushlik tomoqqa kelolmayman. Meni saqlamanglar. Berdim dada. Qandaq, tunögün degan muzikani ishlab bo'ldingizmi? Ishlab bo'ldim. Undaqda bir kun sirtqa chiqmabsiz-da? Shundaq. Chalg'un akrilibla medirlamay o'tirdim. Yana yolg'on so'zlar aytgan. Adolat uni mehmonxonaga kirib ketgan o'z ko'z bilan ko'rgan tursa. Qandaq? Sizmi obdan o'ynab kelgansiz? Qadr ahvol, lekin sizchilik emas. Nima deganingiz bu? Gaplaringiz echib tirilib qol. Shundaqmi? Bo'ri-bo'rini ko'zda olib o'pdi degandek ba'zilarning yomon xuyini yuqtirib olgan o'xshayman. Nima undaq tushuniksiz gaplarni qilasiz? Tushuniksiz? Oy, bo'ldi. Tomoq yeylik. Bo'lmasa sovib qoladi. Ilami? Ha, bugun Rasul omidim kelgan o'xshaydi. Ha, qandaq yana o'ynamdiq. O'ynaymiz. Davomli o'ynaymiz. Qandaq o'ynaymiz? Qo'yiq bilan o'xshash o'ynaymiz. Ha, bo'ptamsa. Ha. Keldingmi? Ha, o'tir.
Qandaq tünegenki gepimni o'ylanib baqdingmi? Neyim desiniz şu aka, başka fikrim yok. O'zingmi bilasan. Mening o seni qashimdan bir qadammi nari qilgim yo'q. Qarasam, Şinjanlık Eminjoda desa, Guangzhou shahrida bilmaydigan odam yo'q ekan. Şuna sen bu yerda davomli o'qat qilsang, hammamizga yaxshi emas. Qo'shni o'lkalarnimi 2-3 qatimdan aylanib bo'ldim. U yerlarmi xatarlik. Men hozir saqchilarning sen orqali boshqa birodarlarimizni chuvib chiqishidan ansirayapman. Şuna eng yaxshisi sen hozir Janubiy Şinjandagi bir shaharda bir mezgil panohlanib turgan. Keyingi ishlarni ahvolga qarab o'zim o'rnashtiraman. Qandaq? Siz shunday qaragan bo'lsangiz, mayli aka. Menmo hammamizning bexatarlik uchun amalsiz mushundaq qilyapman. Lekin mayli sen nagili borma, qaddingni tik tutib yashay olaysan. Chunki sen menga uzun yil ergishib, pul tepishda lozim bo'ladigan barliq mahoratlarni to'liq egallab bo'ldim. Şuna senden ensirmeymen. Lekin şu narsa esingda bo'lsin ki, sen bizler üçün puldan başqa narsaning hammasi yolg'on. Chunki yanchig'ingda puling bo'lsa, jon sening. Şuna pul ko'rgan hamon yuraklik oldi qo'l sol. Pulun bo'lsa, oyog'ining taqildishimi qizlarning kulkisidek anglanadi. Bildim aka. Emis chiqib tayyorlig'ingni qil, ha? Emis men chiqay. Xo'sh aka. Ha. Ha, qani, içib talini sınapaqlığı ala barmı? Bir içişiniz 200 yan, ha? Ha, kelinglar. Ha, yana barmı? Ha, qaranglar, ha? To'g'ri assang bu kapat chiqdi. Xato o'tirsa. Amsi içib bitman. Yana tikdiganlar barmı? Amsi ochdimi, qaranglar. Mavi qizil, mana mavi qora. Ha, mana maviga turibdi, ha, 200 yan. Mana, mavi sening. Ha, yana tikdiganlar barmı? Qani yeni tiki taliyinlar sınap yakınlar. Bir ustan 200 yuan. Qani barmı? Tikil qala barmı? Tevka. Bek chaqankensan, ha? Faqat chandurmay olding, ha? Men vatqiningizni faqat Unda tushundim qilma. aka. U kishini qaqshatmay pulini berib atgin. Siz xato ko'rib qolgan o'xshaysiz. Amsa yana bir qitim day. U kishini pulini qaytarib bergin. Ko'rib qolibsiz-da. Men asli mundaqla ma'qul. To'xta! Ya tushil sola! To'xta! 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 Ya tushil sola! To'xta! Ustam, chapsan aytam. Ya tushchi! Tez! Ya tushchi! Maşını aldığımızda to'xtating, ha?
Muş yerda tushamiz. Ha, mushadi tushuman. Qancha pul? 500 yuan bering. Nima? Mushunchalik yagim 500 yuan olamsiz? Shundoq uka, bu degan qutqizish haqqi. Boy sizni Nima? tutib olgan bo'lsa, saqchixonada o'ltirgan bo'lardingiz. Soqchixonada adamsiz? Shundoq. Shundoqdimi kichikgina yagi 500 yuan olaman desangiz qamlashmaydi-da aka. Men sizni qutuldirib qolgan tursam. Qandoq muttaham odam? Beramsiz ya saqchiqni boshlab boraymi? Qanday qilamiz? Har qancha o'simi insof bilan gap qiling aka. Qandoq? Bo'ladi, endi saqchixona qilib boraylik. Ha, bo'ldi. Bahsamni bo'ldi-ku. Tasmi bir. Ra 500 yuan beram deb. Albatta. Mana bu. Sen dehini bo'lsa qilmoqchimi? To'ya pulga. Mana to'ya. To'ya. To'xta! Bey, shat gulma. Nima ish qilyapsiz? Topshiriq tekshiryapman. Bir kun bola o'qitib, yana kech topshiriq tekshirsangiz charchab ketmamsiz. Voy, bo'ldi. Sizga go gap tepagili bo'lmaydi. At nima ish qilsiz? Amsa at tushda ko'njal saqlayman. Nima ish qilatdiq? Albatta bog'chaga kiramizda. Ma'qulamsa. Xo'sh. Ha yigit, bu narsangiz tushib qoldi. Bugun ajabni ko'ngillik o'tdi. Charchamagansiz? Yo'qay, sizlar charchamasangiz men charchamayman. Men berib ichimlik aklay. Ma'qul. Voy,
ishimlik akelaman deb so'mka ko'tarib kelibsiz-ku. Qaramamsiz. Bu so'mkani av tarafdagi o'rindiqning ostidan tepib oldim. Ichida bir muncha pul bor ekan. Voy, nim deydigansiz? Bu kimning bo'g'iti? Qara. Xeyli ko'p pul bor ekan. Yana bir muncha talonlarmi turdi? Shuni deyman. Egisi men bo'lib ketgandi, ha? Shu emasmi? Darhol surishtirib, topshirib beraylik. Bo'ladi. Yuring amsa. Tamak vering, ha? Ha. Mana. Chaqmoq. Mana. Tönögün bu narsangizni tushirib qo'yib Manma? ekansiz. Shundaq. Bu banka omonat kartochkasiga pul kirgizganlik isbot ekan bu. Bu narsa qandoq siga? Rahmat, ha? Arzimaydi. Shatgul qaytib keldimi? Ha, boyla qaytib kelgan. Voy, nim bo'lganda bu bolaga. Shatgul, Ha? bu yoqqa chiqa. Nima shaka? Bugun sen bog'cha kirdingmi? Shundaq. Kim bilan kirding? Men bir savodishim bilan kirgan. Qaysi savodishing? O'tganda opamga gapini qilgan hiliq savodishing bilanmi? Shuning bilan. Nemish bo'ldi, bolam? Singlingni ajab so'roq qilib ketding-ku. Opa, bay uning qilgan gapini anglading-ku. Ha, savoddishi bilan bog'chaga kiribdi. U savodishining gapini bizga burili degan to'g'ri, bolam. Opa, meni demoqchi bo'lganim. Bo'ldilar, o'chig'ini aytay. O'tganda men senga bir balni pul o'g'irlab oldimda qechib ketganligini aytgan edim-ku. Esingdimi? Esimda. Lekin uning bugun kim bilan bog'cha kirganligini bilamsan. Voy, savodishim bilan dedi-ku. Shundaq savoddishi bilan kirdi. Lekin uning bu savodishi qaysi kuni pul o'g'irlab qechib ketgan balning dal o'zi. Nima? Unda emas, bolam. Yo'q, u unda qildigan bola emas. To'g'ri qildi. Shundaq opa, men uni obdan taniyman. U qaysi kuni ko'z oldimda qechib ketgandan keyin uni bir yerda uchirtib qolaman deb o'ylagan edim. Lekin u bugun o'ylamagan yerdan Shatgul bilan uchrab qoldi. Bolam, singling uni bek yaxshi bola deydi-ku. Xato tunib qolmagansan, ha? Voy, men yak kichik bola bo'lmasa. Uning chiroyi ko'z oldimda nihoyatda aniq turibdi. Qilch xatosi yo'q. Aka, sen cho'qim xato tunib qapsan. U unda qildigan bola emas. Shundaq, u senga shundaq qildig'ini demaydi-da. Bugundan boshlab uning bilan aralashishing ruxsat yo'q. Qarang mudir, yiliqib olishi. Ajigit, bu yoqqa kel. Assalomu alaykum ukam. Va alaykum assalom, tinchlikmi? Qaysi kuni so'mkamni tepilib qaytirib berganingga ko'p rahmat. Bizni ko'p ziyondan saqlab qolding. Aka, bu men sizlarni Bu yaxshi shirkatimizning mudiri bo'ladi. Qaysi kuni siz so'mkani tepilib qaytirib bergandan keyin sizni ko'p izlab ketdik. Mana bugun uchrashib qoldik. bu qiz nimalarni deydigandi? O'zi xili chiroyli qizgan. Ha deb qo'ymamdim. Yana nima gaplar chiqdi dexe. O kuni muhim ishim chiqib qolg'achqa ketib qolgan edim. Bugun qaytib kelishim. Rahmat ukam. Sen so'mkini qaytirib berib, shirkatimizni ko'p ziyondan saqlab qolding. Shirkatimiz seni mukofotlamoqchi. Shirkat sizni mukofotlashni qaror qilib, sizni izlab tepishni menga topshirgan edi. Undaq bo'lsa, bu yigitni sizga topshirdim. Uning telefon nomerini yozib oling. Qolgan ishlarni keyin birini deyishamiz. Shunday bo'lsin. Xo'shamsiz. Xo'sh.
Meni rostila mukofotlabsiz. Men emas, shirkat. Shirkat emas, to'g'ri, sizmi mukofotlaydigansiz? Bunda qilsak ortiq keta. Amsa bunda bo'lsin. Oldi tarafda bir sovuq ichimlik do'koni bor. Shu yerda o'tirib paranglashqach telefon nomerim, adresimni yozib kerak. Yuring. Vay, bu men. Teştiqmi? Necha qitim telefon qilsam olmaysizg'u. Qaraganda bak aldirash o'xshamamsiz. Ko'rsak bo'ladi. Yo'q, maktabda yaqindan buyon bak aldirash bo'lib ketdim. Bo'ldi-la, sabab ko'rsatmang. O'zingizni qasddan mendan qochirib o'tmaydigansiz. Bilmayman. Qo'njayt saqlayman, sizga deydigan gaplarim botdi. Amis telefonni qo'yib etdim. Vay, Keremma. O'tganda meni urgan harimi bu yerda turdi. Darhol Bo'ston yo'liga kelgan.
bo'ldi. Neçava işin varısın? Bu ne? Vay, kim o? Men Asiye. Ha, sizmitingiz? Qandaq tinchlikmi? Shu topda sizni o'ylab turatdim. Bir ko'rsak bo'laddi. Ko'rsak bo'laddi, lekin men hozir sizga bir ish to'g'riliq telefon qilgan. O'tganda degandek shirkat sizni mukofotlaydigan ishni atiga o'rlashtirgan. Shunga ati shirkatga kelsangiz. Meni mukofotlamdi ekan? Somkani siz topshirib bergan tursangiz. Sizni mukofotlamay boshqa odamni mukofotlamdi. Bundaq ishga qarang. Ata bakli muhim ishim bor edi. Shunga bormasam qandaq? Sizmi qiziqkansiz? Shirkat hamma tayyorlikni tugatib bo'lib sizga xabar qilgan tursa, siz bormasangiz qandaq bo'ladi? Amsi shundaq bo'lsin. At soat 1da sizni shirkatda saqlayman, juma. Xo'sh amsa. Şatgöl'ün yigitini sen ko'rib boqqanmi? Yo'q, ko'rmagan. Qandaq? Ana, ovu bola shu. Men ovu yoq berib bilay, ha? Ma'qul bola. Ularning qiliqlaridan bu xonim uni ot-singillardek qilmaydi. Qizim qanday qilib mushundaq bir bola bilan tepishib qolgan bo'lg'aydi. Bala, qaysi kuni pul qachilangan bir so'mki tepib olib topshirib berib, yaxshi ishdan birini qilibsan. Hajab buni menga demabsan-ku. Bunchalik ishni deb yurishning nima hojati? Mana bu gaping joyida. Tunugun seni taqdirlashligini oshqanligini anglagandilar bu ishingni uqdim. Yaxshi ishni qilib davrang sanmagandilar, ondan o'z qiymatini namoyon qilib bo'ladi. Nima? Taqdirlashligini?
bo'lgan ahvol shu qizim. Lekin Ahtam unda qiladigan bola emas, opa. To'q qildim qizim, menga ishonmayapsan. Men bu ishlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Lekin opa, men Ahtam bilan bo'ldi qil qizim. U Ahtam degan shunchalik nima o'xshaydi? Hali xalqning yonchug'ini ko'lisa, hali boshqa qizlar bilan aralashib yursa, eng yaxshisi uning bilan endi aralashma. Haras, texi akangchu, agar Shotgul yana uning bilan aralashsa, u balani saqchiga opirib berib, hamma ishni biroqla hal qilaman deydi. Shunga u balami kunning serig'ini ko'rsin. Senmi o'zingni o'tqa tashlamay, bu ishni mush yadli bo'ldi qil qizim. Adashni azroq kishmay, kunduzi yotgan yerini. Hey! Hey! Puli chiqa. Asli sen bulanchi kelsan-da. Qisildimi puli chiqa. Pul chiqa deyman. Pul chiqa deb bo'l. Pul yanchiqimda. Yanchiqimda. O'zing ilib ol. Agar saqchiga ma'lum qiladigan bo'lsang, chindan olaman. Adam baba! Doklat. Kiring. Qandaq, bir ay yepishibmi? Biz oldi bilan doktorxonaga berib, qassobdan ahvol egiladik. Ondan naq maydonga berib, tekshirish epadiq. Biz u yerda bir narsa uchratdik. Hozircha egilgan ahvol mana mushu. Yaxshi-g'o, u qandaq narsa ekan? Biz qassob bilan bulonchining elishgan yerdan bankaga pul qo'yganlik to'g'risidagi bir talonni uchratdik. Biz uchratgan u talonga pul qo'yg'uvchining ismi Ahtam deb yozilibdi. Talon qani? Talon egasining konkret ahvolini aniqlash uchun boshqa guruhdagilar uni bankaga olib ketdi. Ana ular kelib qoldi. Endi ular o'z desin. Tekshirish natijasi qanday bo'ldi? Ha? Gap qilmaysizlar-ku. Men avval so'zlay. Biz bankidan talon egasining kimligining ko'paytirilgan nusxasini topdik. Lekin u dilo sodir qilgan kishi emasda qiladi. Nimishqa gapni ochiq qilmaysizlar? Bu chunki naq maydondan tepilgan u talondagi Ahtam degani dal bizning atraf boshlig'ining o'g'li ekan. O'ylab beqinglar. Ahtamjon ashundaq ishni qilarmi endi? Nima? Bu mumkin emas. Atraf boshlig'ining o'g'li qandaqsiga? Sizlar cho'qim xatolashib qoldinglar. Bu talonning bulonchilik naq maydondan tepilganligi rost. Biz talon egasining arxivini tekshirganda
Oningdan rostilla atrat boshlig'ining o'g'li Aqtamjonning kimligining ko'paytirilgan nusxasi chiqdi. Deloni atrat boshlig'ining o'g'li sodir qilmadimi deyli. Undaqda uning taloni qandoq bo'lib, bulanchilik naq maydondan tepilib qoladi. Bo'ladi. Bu ish mundaq bo'lsin. Hozircha bu gap qat'iy sirtqa chiqmasin. Biz tekshirishni yanada cho'nqurlashtiraylik. Menda atrat boshlig'ining oilasidagilarning tushgan surati bor. Biz oldi bilan suratni qassobga ko'rsatib, Aqtamni tonitib boqaylik. Agar ish rostilla Aqtamga taqalsa, bu ishni men atrat boshlig'i bilan so'zlash boqay. U cho'qim bu ishga to'g'ri muomala qiladi. Sizlarchi qandaq? Bu yerlerim xeyli yaxshi qopti. Bu yerning ishig'im yenibdi. Xeyli yaxshi qopti, ne? Assalomu alaykum. Qandaq teshikmi? Qani o'ltiringlar. Qandaq? Xeyli yaxshi qoldingizmi? Xeyli yaxshi qoldi. Chiqib turgan bo'lsangiz. Ma'qul. Kechiring. Siz bulanchining chiroyini aniq ko'ra oldingizmi? Shundoq, xeyli aniq ko'rdim. Men burunmi uni ko'rgandek qilaman. Ish qilib esimda aniq turibdi. Undaq siz bulanchining surati yoki o'zini ko'rsangiz toniy olasiz? Toniy olayman. Chiroyi ilmi esimda turibdi. Undaqda menda bir parcha surat bor. Siz ko'rib boqqan bo'lsangiz. To'g'ri. Mana mushu dal o'zi. Meni bo'lgan dal mushu. Mushi bal shumi? Yo'q, u emas. Orqa taraf turgan sal pakaroq shu. Xato ko'rib qolgansiz. Yo'q. Qat'iy xato emas. Men uni oldin kunimi ko'rgan. Do'konning qishidagi kavobxonaga kavob yegili ketgan. Meni bo'lgan dal mushi bal shu. Xato emas. Voy, men Ahmetcan. Atrat boshlig'imi?
Men siyosiy qonun komitetidan Soyim, qanday ahvolingiz? Sayın Şujimo, o'zingizning ahvol yaxshimi? Qandaq bir yo'l yo'rig'ingiz bormi? Mundaq ishdi, siz bilan paranglashay degandim. Vaqtingiz yetami? Siz undaq degan yerda albatta vaqt chiqarmanda. Qachon ko'rishimiz? O'zingiz bir nima deng. Agar siz muvofiq ko'rsangiz, hozirlik qishingizga boray. Ma'qul, ammo men ishxonada saqlay. Bo'ladi, hozirlik qishingizga boray. Ma'qul, xo'shamsa. Ha, choy iching. Rahmat. Yaqindan yoq aldirashmi? Shundoq. Yaqindan beri ishlar sal ko'payib qoldi. Undaq ishdi, Ahmadjon. Sizdan bir gapni so'ramoqchidim, lekin to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Uqdim Sayim Shuji, qandoq gap bo'lsa ochiq davring. Men gapingizni to'g'ri tushunaman. Balkim sizmi anglagansiz. Necha kundan beri idoradagi hamma odamning og'zida o'g'lingizning gapi. Demisimi jinoiy ishlar atirtining boshlig'ining o'g'li bo'langchilik delosiga aralashib qopti desa, bu gapning ta'sirining qanchalik cho'ng bo'ladiganligini o'zingiz obdan bilasiz. Buning zodi qandoq ishligini o'z og'zingizdan anglab boqay dedim. Endi men bu ishlarni toza qanoatlanarlik tushuntirib berolmayman Sayim Shuji. O'g'limning shu kuni delo sodir qilish mumkinchiligi yo'q desam, bu faqat mening gapim bo'lib qoladi. Lekin hammadan paket ustun turdi. Shunga hozirgi paketlar oldida mening jiq gap qilmaginim tuzuk. Bo'libmi delo tekshirilayotgan vaqtda buni tushuntirishimning zaruriyati yo'q deb qarayman. Anglasam, u sizning beqib olgan o'g'lingiz ekan, shundaqmi? Shundoq. Men asli uni yomon yo'ldan qaytirib, yaxshi odam qilish uchun beqib olgan edim. Lekin hozir Sayim Shuji, u bolaning ilgirki ahvolini so'zlab bersam, anglashni xohlamsiz. Agar zarur deb qarasangiz, albatta xohlayman. Rahmat. Bu bola asli kichigidilla ota-onasidan yetim qolgan bo'lib, uni bir qo'shnisi beqib olgan. Keyin qo'shnisining qeshidimi turg'ili unimay, yezdan Noya bozoriga kirib olib, yomon odamlarga agishib askishlarni o'kinib olgan. Shu sababli saqchilarimiz uni doim saqchixonaga akilib turardi. Bu deloni ko'rib chiqdi, mushi bo'yicha bo'lsin. Voy, bu yerda yana o'ltirsan-ku. Bir chatoq terdingmi? O bu qitim cho'ng chatoq termabdi, lekin yezdan kirgan bir bo'yning ikki dona tag'irini ep qechibdi. Sen zodi odam bo'lamsan yo'q? Aytqina, bu yerga nechinchi qitim kirisham? Aytib bermaysan-ku deyman. Amisa men deb beray. Sening bu saqchixonaga 17-chi qitim kirisham. To'g'rimi? Bo'ldi. Buni akirib solab qo'yinglar. Ha, endi solaqda yat. Hey! Sen ya solab qo'yishdan qo'rqmasang, yo xato ish qilishdan qo'rqmasang, sen zot nima qilmoqchi? Hey, bo'ldi. Bu qitim seni yana bir qitim qo'yib berayli. Lekin keyin yana bu yerga kirib qoldigan bo'lsang, jazman solab qo'yamiz. Uqdingmi? Uqdim, rahmat so'jam. Ma, Voy, buni yana akapsizlar-ku. Yana bir chatoq teribdimi? o kechidan yana 6 kaptarni o'g'irlab setitibdi emasmi? Hey, sen zodi odam bo'lamsan yo'q? Yana qachongacha shunday ish qilib yursan? Bo'ldi. Buni menga topshirib berib, siz ishingizni qilavering. Ma'qul. Tomoq yedingmi? Yo'q. Amis yura, bizning cho'ng uyga berib tomoq yeb, shu yerda o'ynab tur, ha? Yaxshi. Qara, mana qilsa. O'zim o'ynaychi. To'xta. Asta. Men uyda qo'rqaychi. Ikkilar o'zimga bera. Yigidak bir narsa bormi? Sizga yeb qo'ygan tomoq bor. Buni akirib qo'sig'ini to'yg'izib qo'y. Jira. Qanday qilish kerak? Bu bola mushundoq ketaversa, intayin xatarli yo'lga kirib qoladi. Agar uning holidan xabar oladigan bir odam bo'lib qolsa-chi.
Vay, razıyama? Ha, men. Qandaq ahvalınız? Ha, teşlik. Ballarımı yaxşı turvatıdı. Qandaq, o'qishingiz yaxshi ketyapti? Yaxshi. Ballarımı yaxşı turvatıdı. Mundaq ishede qarang. Siz bilan maslahatlashadigan muhim bir ish chiqib qoldi. Shundaq. Ha, shundaq. Shundaq qilib ayolim bilan maslahatlashib, u balani beqib oldik. Mening orzuyim uni yaramliq bir odam qilib chiqish edi. Lekin bo'ldi. Sizning o'z vaqtidagi fikringizni taqdirlashga arziydi. Siz noyat to'g'ri qilgan. Lekin hozirgi bu ishlarni hargizmi sizdan ko'ngil bo'lmaydi. Shunga o'zingizni uncha ayblab ketmang. Endi hozirgi gap o'g'lingizning ishiga qarta sizning qanday pozitsiya tutishingizda. Shunga mush ish to'g'riliq sizni bu yerga chaqirgan edim. Sayım Shuji, men model mushu gapni demoqchi edim. Shunga men atrat boshliqlik vazifamdan istifa beraymikin deyman. Nemishqa? Hozir o'g'limning ishini atratimiz tutib tekshiryapti. Shunga haqiqiy ahvolni o'ngishli tekshirib chiqish uchun men shunda qilaymikin deyman. Bo'lmaydi. Ishtixi o darajaga berib yetmadi. Hozir atratinglarning xizmati nihoyatda jiddiy. O'g'lingizning ishiga muavin atrat boshlig'i mas'ul bo'lsin. Siz davomli boshqa dilolarni tutib dadil ishlayvering. O'g'lingizning ishiga qarta to'g'ri ko'z qarashda bo'ladiganligingizga ishonaman. Undaqda menga ishonganingizga rahmat Sayim Shuji. Siz xotirjam bo'ling. Agar o'g'limning jinoyat o'tkazganligi isbotlansa, men qilch ishkilanmay uning qo'liga o'z qo'lim bilan ko'y silib, turmiga o'zim akirib beraman. Yaxshi, yaraysiz. Qachon qaytib kelding? Bayli bir xizmatdoshingiz akab qo'ydi. Ular sana nima dedi? Boshqa gap qilmadi. Ro'yingni tushirma, qaddingni rusla. Biz sana ishimiz bo'lan. Men jazman bu qitimga haqni cho'qim ayirib chiqaman. Menga ishon o'g'lim. Xotirjam bo'l, ko'nglingni buzma. Sizga soladigan bir maslahatim bor edi. Haftaning 6-kuni tug'ilgan kunim bo'ladi. Sizningcha qanday o'tkazsam bo'la? Nima? Yana 3 kundan keyinmi? Bundaq ishni nima qilib baldiroq demaysiz, Osiya. Siznisa. Mana hozir dedim-ku. Asta, men ishni ko'mandiman. 3 kundan keyin onun tug'ilgan kuni bo'lsa, u maslahat so'rayotgan yerda o'tkazib bersam sen turmamdi. Buning ustiga uning sovg'a beradigan ish. Pul yo'qdi bu ishlarning oqibatlaridan chiqib qiz. Qanday qilsam bo'la? O'zingiz qanday o'tkazishni o'ylagan bo'lsangiz, shu bo'yicha tayyorlik qilavering. Yana 3 kun bor-ku. Vaqti kelganda men sizga ravris o'tkazib beraman. Aras, shu kuni nima sovg'a qilay, ha? Shunimi mendan so'ramsiz? O sizning ko'nglingizga bog'liq, sevimli ahmoq. Qani, xo'sh.
meni mush yer saqlab turib avdirib berib kelay. Ma'qul. Tezroq bo'ling, ha? Ma'qul. Voy. Qizchaq, yolg'iz turib ketibsiz-ku, ha? Birsini saqlayaptiman. Menimi, ha? Yo'q. U ov tarafga ketdi, hozirlik keladi. Qandaq odam u sizdek chiroyli qizni qorong'ida yolg'iz tashlab qo'ydigan. Nima degan esil motosiklet bu? Minib ko'rsam bo'la buni, ha? Bo'lmaydi. Buning egisi bor. Shundaqmi? So'rab ololmaganni bulab ol debdigan. Tuzitqimidan o'tani. Hey, uni nega olibsan, Ahsan? Motosikletni ib qochdi, tez bo'ling. Tez bo'ling. Tez bo'ling. Motosikletni ib qochdi, tez bo'ling. To'xta! Bularchi, to'xta! Motosikletimni nega olmoqchidim? Mana yapsa. Ahsan! Voy, qandoq qilaman? Güçlü yemekçi matığı. Bana sana. Öldürüp etmeydiğim bozsam. Vay ya! Unutma. Mana, mush odam shu. Shu ekan. Tur. Doktor, çoğun mesele yokken, bir qancha kun aram olsa, yaxshi bo'lib ketadi deydi. Shunga bir mezgil uyda xotirjam aram olgin. Men berib bu deloni tekshirib aniqlashga kuch tashkillab beray. Qiziq ish. Bu gumondorning chiroyi sana ajab o'xshaydi-ki-na? Kecha o'ylab chiqdim. O'tganda yuz bergan ishlarni mushu gumondor bilan munosabatlik bo'lsa kerak. Shunga men u ishlarni qayta tekshirib aniqlab chiqmoqchi bo'lyapman. Haras. Doğrağını içip, obdan aramağın. Dada, bu neymi? Bu akşam sen bilen ilişkan kumandarının boynuğa esirlik durdu iken, ben ep koygan. Nem boldu balam? Eşinin bulmadı. Bu narsini bir yer köygende. Belkim akşam onun boynunu köygensen. Boldu bu işlerini tolu oylap ketme. Hemmiş ötüp gitti. Əmisi mən idarıq baray, sən xatırcam aramağın. Hə, rast balam, apağın düştü öyge kemmeydi, səltırıb onunla telefon qılıb, əhvalından onu xəbərləndirib qoyğun. Maqul. Bo'lgan ishlarning hammasi mushu. Xo'sh. Undaqda baya oqshom qishda oxirgi maqsadingni so'rsam, Axtarni o'ldirib etmoqchi edim deding. Undaqda sen uni ostinga besib, pichoqni tayyorlab, ustunlikka erishgan turg'liq. Nima uni o'ldirmading? Nima ishqa? Shundaq. Chunki u vaqtda sen to'liq fursat bor edi. To'g'ri. Men uni qo'l silishdan nima ishqa to'xtab qoldim.
Tova. İşkir ülkelərdə talay qıtım oğurluq, bulangçılıq, yançıqçılıq qılğan çağlarda. Hətta başqalarga qo'sildirib pichoq tiqqandimı mitqib qo'ymagan qo'lim. Həcəb axşam titrab onunğa pichoq salamadım bu. Yuragim xuddi harakatdan to'xtab qolgandek, butun badanim bo'shishib, sezgilarimni yo'qotay dedi. Meni bu holga keltirib qo'ygani zodi qandoq kuchdi. Hey, atrof boshliq sendan gap so'rayotdi. Endi bu ishga kelganda Vay. Ha, men shu. Ha, shundoq. shundoq qilib, oxirida men yengilgan bo'ldim. Ma'qul, bu gapingga ishinib turayli. Undaq sen asli yurting bilan ota-onangni bilmayman deding. Rostini bilmamsan yoki xubsalik qilyapamsan? Bularni rostini bilmayman. Aqlimga kelsam, cho'ng akamning keyinda yuribdiman. Meni osh cho'ng akam tepib elib, beqib cho'ng qilgan ekan. Nima? Tepib elib? Cho'ng akam degan zodi kim? Seni qandoq tepib olgan ekan? Bularni tafsili so'zla. Cho'ng aka deganim meni beqib cho'ng qilgan akam bo'lib, uning so'zlab berishicha, buningdan 16 yil burungi bir kuni u daryo bo'yiga bir ish bilan beribdi. Vay, xo'jayinmi? Men. Biz hozir daryo bo'yiga keldik. Shundoq, akammi keldi. Nima? Chunki daryo bo'yi bexatar bo'ladi-da. Chopsan kelinglar, sizlarni saqlab qoldik. Boshqa ishlarning hammasi joyida. Shundoq. Chopsan kelinglar hamsa, tez bo'linglar, Aka, suvda odam bor ekan. Chopsan bu yoqqa keling, Nima deyapsan? Qarang, ana, ko'rdingizmi? Voy, rostli bir o'g'il bola ekan. Chopsa olib chiqay. Bu boladek hayotgan. Chopsa olib chiqay. Qarang aka, chiroyli bir o'g'il bola ekan. Daryoda eqib ketgan o'xshaydi. Nerdan kelgan bu o'g'itdi? Otanisi shu topda nima bo'lib ketgandi bu bolaning? Shundoq, u suvda eqib ketdi. Ehtimol bosh tarafdan kelgan o'xshaydi. Darhol soqchiga ma'lum qilayli. Otanisini surishtirib boqsin. Hey, ahmoq bo'ldingmi? Bu bolani bizga Xudoyim berdi. Ammo achamning bolasi yo'q. Buni shu beqib bersin. Cho'ng o'g'anda u menga yaxshi yordamchi bo'ladi. Nima, siz uni beqib olmoqchimi?
Agar kunlarning birisida surishtirib qolsa, xotirjam bo'l. Biz uni o'g'irlamadik. Tepivog'inimizni boshqa odam ko'midi. Uning ustiga u cho'ng bo'lsa, bu yurtda turmay ishkir o'lkalarga kirib ketadi. Xotirjam bo'l. Shunda qilib akam meni ammachisining beqishiga beribdi. Ammachisi beqib 2 yildan keyin, ya'ni men 10 yoshga kirgan yilim, akam meni ishkir o'lkalarga kirib ketibdi. Men shu kirib ketgancha hozirgacha ishkir o'lkalarda turdim. Ishkiri o'lkalarga shu kirib ketgancha qaytib chiqmabsan. Undaqda u yerda nima ishlarni qilding? Kavobchilik degandek, ushoq tijoratlar bilan shug'ullandim. Ha, undaqda bu nima? Anglasam uni doim bo'yningga esib yuridi ekansan. Bu zodi nimaga ishiltiladi? Ha? Bu narsani menga cho'ng akam bergan. Uning deyishicha, meni daryo bo'yidan tepib olganda, u narsa bo'ynimga esiqlik ekan. Balkim uni bo'ynimga ota-onam esib qo'ygan bo'lishi mumkin. Aka. Sen mening akam. Nima deyapsan, adosh? Oqshom sana ziyorat yetkazib keldigim uchun meni aka deb atamsan? Uning g'ug'i mayli, lekin bu chaqchaq qiladigan yer emas-chimi? Yo'q aka, men rost deyapman. Biz ikkimiz rostilla bir tuqqan aka. Nima deyapsan, bolam? Nervang joyidami seni? Nervam joyida, u rostilla o'z akam. Mumkinmi? Bu gapni nerdan deb kelding hamdi? Rost, biz rostilla qo'shkezak aka. Bu o'z akam. Buni menga ilgari bizni beqib olgan Selim bovam so'zlab berganda, uning deyishicha shunday qilib Ahmet Sojan seni beqib olib yomon yo'ldan qutqizib oldi. Ahmet Sojan hozir yo'tkilib shaharga ketmoqchi bo'lyapti. Senmi uning bilan birga ketsan, cho'qim yaramliq odam bo'lasan, bolam. Men buningdan baxushal. Endi shahar bilan bu yerning orlig'i yiroq, bolam. Bu qatim shaharga ketsang, keyin sen bilan ko'rishib fursat bo'lamdi yo'q bilmayman. Shuni sana bir gapim bor edi, bolam. Shuni deb o'lib ketsammi, ko'zim yumiladi, bolam. Jenim bolam. Buva! Sening ota-onang bu yerga asli boshqa yurtdan kelib o'ltiraqlashgan edi. Bu yurtda hech qanday urug' tuqqani yo'q bo'lib, ota-onang bola yuzi ko'rmagan. Ota-onang 40 yoshdan oshganda ondan seni tuqqan, bolam. Sizlar tug'ilganda qo'shkezak akufkular bo'lib, akaning ismi Akram edi. Hay bola. Uzun yıl balı teşnalıqda yürgen ota-onang qo'shkezak o'g'illik bo'g'inidan olamcha xushal bo'lgan edi, bolam. Lekin sizlar 2 yoshdan oshganda onanglar tuyuqsiz o'lib ketdi. Oradan yana 2 yil o'tganda dadanglarmi tuyuqsiz og'rib qolib, bir hafta yetibla bu olamdan ketdi. Shuningdan keyin sizlarni uyimga ep kelib beqib oldim, jenim bolam. Mening 40 yoshdan oshgan o'g'limmi sizlarga mendan bakrak kuyinatdi. Men uningdan intayin xotirjam edim. Shundoq kunlarning birida men qo'shni yeziga ketib, kechda qaytib kelsam, uyda o'g'limmi, sizlarmi yo'q. O'ynag'ili ketgan bo'lsa, kechda qaytib kelar deb kutdim. Lekin ertasi kechgacha
Hech qaysinglar qaytib kelmadinglar. Shuning bilan ko'nglim bir shumliqni sezishga boshladi. Men gerçi o'g'limga intayin ishonsam-mo, lekin uning shu kunlardagi eski odamlar bilan eg'iz burun yalashib yurganligini men nadimmi bilay bolam. Degandek ikkinchi kuni kechda tuyuqsiz ikki soqchi o'g'lim bilan seni boshlab hovliga kirib keldi. Lekin ularning orasida sening akang yo'q edi, o'g'lim. Men hech nimani bilmay gangirab qoldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Teshdikmi? Qani, uyga kiraylik. Bova, bular sizning o'g'lingizmi? Shundoq. Bu cho'ng o'g'lim. Bu beqib olgan o'g'lim. Qandoq? Bir ish bo'ldimi bolalarim? Bu bolaning yana birisi qani? Nima? Yana birisi? Shundoq. Bu qo'shkezak akukula edi. Buning aksi qani amdi? Hey, gap qila, bolaning yana birisi qani? Hey, sen ukullarını ne yapagan? Qani deyman. Ayta, u bolalarni nega baqan? Bolalarning yana birisi qani? Uni mu boshqalar utirib etdingmi ya? Gap qila. Ayta. Nima? Utirib etdi? Jenim o'g'lim, ayta, Akram qani? Men bolalarning dadisiga bolalarni yaxshi beqib, qatori qo'shiman deb va'da bergan emasmi? Eğer ulağı birinin bop qalsa, men qanday qilaman jenim bolam? Xudo, men oldingda nima gunoh o'tkazgan bo'g'idim? Jenim dada, meni kechirgin, men ezibdiman, meni kechirgin. Men akamni sendan mangulik ayirib etdim. Men odam emaskanman, meni kechirgin. Jenim dada. Tura o'rningda, to'lib ishidimay. Haqiqat so'zla. Bu mundaq bo'lgan ish. Qaysi kuni dadam sirtqa chiqib ketishiga ishga oxina meni izlab kelibdi. Hello! Aka, teşikma. Vay vay, bami sen ağine. Yo'qabli ketding-ku. Bizni hech bir izlab qo'yay demaysan. Endi adash, bek aldirash bo'lib ketib, shunga. Qandoq? Pulni tayyorlab qo'ydingmi? Nima? Tilingni chaynaysan-ku. Qimar degani-chi qara, maydisi tukib odam o'ynaydigan nima u? O'z vaqtida o'tirib atganda bizga nima deb va'da berganding? Men 15 kun ichida berman degan, lekin bu endi qaraganda buning bilan gap talashib ish bitmaydigan o'xshaydi. To'g'ri. Yaxshisi, pulga yarig'idagli bir narsa o'sib ketayli. Shundoq qilaylik. Ha, balli. Mana mototsiklni ep kelsak ish bitmadimi? Shundoq. Unda qilmanglar. Dadam qimar o'ynaganimni bilib qolsa, meni o'ldirib etishni yonmaydi. Hey, dadangdan qo'rqadigan odam qimar o'ynamasan bo'lmamdi. Undaqda degina pulni zodi qachon qaytirsa? Xotirjam bo'lgan adash, yana haftagacha muhlat bergin, cho'qim qaytirib berma. Ma'qul. Gapingga mushu oxirgi qitim ishinib turay. Muhlat ichida pulni qaytirib bermaydigan bo'lsam, 3000 so'm uchun bir barmog'ingni kesib olaman, anladingmi? Akamiz barmog'ini kesib oladi. Cho'qim qaytirman. Cho'qim. Qaytaylik. Ha, rost. Akamizning ochig'ini keltirma. Bo'lmasa ishing chataq, ha? Ko'girga uni ko'rsan, mana. Aka, to'ponni qaytirib-da. Aka deyman. Yaxshi qilding. Aka qaytirib-da. Qaytirib-da. To'g'ri. O'tganda qo'shni yezidga Davud Burut ichkiri o'lkalarga akirishga bola tepib bersa, noyat ko'p pul berdiganligini aytgan edi. Agar bu bolalarni uni olib bersa, qarzlarimdan qutulib yana bir munch pulga erishadi.
Lekin dadam uqpas qandaq bo'la. Yana bir haftadan keyin qarzni qaytarmasa, bo'ldi. Tavakkul qilib, bolalarni olib berib, dadam surishtirib qolsa, o'rnidan chiqib ketib, qaytib kelmaydi degandimi? To'g'ri, boshqa amal bo'lmaganligi shunday qilay. Men bolalarni motosiklet yoki mashina bilan ekmasam, kishilarning ko'ziga cheliqib qilishdan qo'rqib, xoli yo'l bilan mengib, daryodan o'tibla ishni tugatmoqchi bo'ldim. Lekin bolalarni elib, daryodan o'tayotgan chig'imda o'ylamag'ayadi bir ish yuz berdi. Shunda qilib, qo'limda Aqdam bo'g'ashqa, uni tashlab, Akramni tutqizishga amal bo'lmay, shig'la, qaqsha, Aqdamni elib, daryoga o'tib kanitga kirdim. Lekin kanitga berib Davud Burutni izlasa, u ishkiri o'lkaga ketgan bo'g'ashqa ko'rishamadi. Dal shu chog'da yiqilib bir yerda cho'ng bir qimor bo'layotganligini anglab, ta'limni yana bir qitim sinab beqish uchun Aqdamni elib shu yerga bordim. Ha, kamida. Yana tutqalib borma. Ha, bo'linglar. Ata, bo'la. O'ynamamsizlar, qo'shqosh. Ha, bo'la. Bo'la, ata. Ha. Yo, Jamshid. Bo'la, ata. Qaranglar, ha. Yo'q. Qani kim atadi? Atasan. Sadir, senchu? Yaxmi, ko'zingni chakchaytib o'tirsan-ku. Hammamizni qarab o'tiribman, gapirmasa. Bo'ldi. 500 ni tikdim. Pulni hili berman. Nima? Yana nesima? Boyadan beri bir muncha qarz o'ynab turibdim. Puling yo'q deb o'ynaymisan o'mmamda. Bo'ldi, o'ynama. Atmancha. Ha, bo'la, ota. Balını koydun şu balını tiktir. Balı nima? Rastdan ayta. O Sadık kim balası? Karang bo'lmasa, u degan mening inim. Qandaq bo'lamdi? Qandaq bo'ladi, emina. Bo'pti, qochib bol. Pishqa yeri. Onma. Nima? Ha? Mana voy, nadiki gapni qilib. Sadir, oshunchiki pulni osh baliga ko'tatib qo'ysang ko'tiralamdi. Tos. Bo'lmaydi. Senmi o'ylab baq. U degan o'g'il bola. O cho'ng bo'lsa, pullar to'kiladigan daraxt bo'lamdi, texi. O'ylashib ketdi. Ikkalimiz
Seni oğandaki muhabbet bir gapni deysak bo'lmamdi deyman, ha? Demisimi chiroyli o'g'il bola ekan. Cho'ng bo'lsa menga yaxshi yordamchi bo'ldi. Emas. Bu bolaning ishga o'rgilak bola akirdi qoladi desam, xeyli ko'p pul yaraydi. Hey, qani bir deyish baqayli, ha? Emis bir yeriz gap. 5000, qandoq? 5000 bo'lsa, bo'lsin. Emis onundan o'tganki 3000 yuanni tutib qolaman. 2000 yuanga otsan, qandoq? Otamsa? 2000 ga? Ha. Bo'pti. Assam atay. Ota, o'g'il bola. Akagina va akagina. Qaranglar, ha? Otdimi? Ota, Otdim. Yo Jamshid. Turvatdi. Endi bola mening oldi jumor. Otdimi? Qandoq? Jamshid. Yana keldi. Bo'la. Attım emse qarabdi mana. Ota. Ha bo'la atmamsa ata deyman. Qanday qarab turdi bu. Yo Jamshid. Ha? Bu yana texmin purtvattonga adash. İşini qiladi adash, Keytning paysi bu yerda. Ha, ota. Ha, ata. Ata. Oyunning qizig'ini qo'ymidinglar, juma. Aka, men attım emse qarab turman, ha? Qara, mana. Yo, Jamshid. Qimirlashma, bizlarchi. Qimirma. Shundoq qilib Akramdan ayrilib qolish shunchalik og'ir keldiki, kech kunduz yig'ladim. Qo'rshidim, lekin amal bo'lmadi. Shuning bilan seni bo'lsam yaxshi beqib, yaramliq cho'ng qilishga niyat qildim. Lekin keyingi ishlar lekin sen hozir cho'ng olding o'g'lim. Boya deganlarimning hammasi sizlarning beshinglardan o'tgan ishlar. Shunga sana bir narsani beray o'g'lim. Sizlar tug'ilganda ota-onanglar shunda xushal bo'lib, bir dona kumush tangini mana shundaq ikkiga bo'lib, aka-uka ishkinglarning bo'yniga esib qo'ygan balan. Akang eqib ketganda u narsa bo'ynida bor edi. Hozir buni sening bo'yningga esib qo'yay o'g'lim. Her qanday vaqtda esingda bo'lsinki, bu yerim kumush tanga asli bir jup bo'lib, bular ota-onanglar sizlarning bo'yninglarga o'z qo'li bilan esib qo'ygan tavarik narsa. Hergiz yo'qotib qo'yma o'g'lim. Hergiz yo'qotib qo'yma jinim bolam, hergiz. Mana bu oshtangining yerim pochsin. Aga!
bo'ldi? U rostila Aqtamning akasimikan? Shundoq, Aqtamning qo'shkezak akasi ekan. O'ylamagan bir ishdan. Tova, jahonda ajoyib bir ishlar bo'ladi ekan desa, boya anglab qulog'imga ishonmayli qoldim. Ha rost. Endi uni qanday qilasizlar? Qanday qilasizlar demsan, nima desam bo'lar? Qizim, qonun rahimsiz, amal yo'q. Tova qildim xudoyim. U inisi bilan oran tepishganda, hey. Baya men akamga qonunni tushundirdim. U o'zining barliq qilmishlarini topshirgandan boshqa, yana Shinjongdan ichkari o'lkalarga kirib eqib yurayotgan bir qism jinoyat shaytonlarining o'zi biladigan nurg'un masalalarini fosh qildi. Bu uning jazosini yengillatishga ko'p foydali. Xotirjam bo'l o'g'lim. Qonun uningga cho'qim kengchilik qiladi. Sizlarning tepish qilinglarning o'zida cho'ng bir ish o'g'lim. O'zingni tutib ol, bo'ldi, yig'lama, ha? Hiç çıkmaydı o. Neymiş oğanda? Ademni ensirtip. Canım oğlum, neymiş ki çıkmaydıgan sen? Esta. Oğlum. Canım oğlum. Beni tanıdın mı? Aka, bu bizni kichigimizni bekib olgan senin bu ham shu emasmi? Buva! Oğlum. Canım oğlum. Buva! Buva! Ah canım ballarım, ben sizlerge yaxşı qarayamay. Sizlernin nurgun cevri çapadı koydum. Ben sizlerge herkes bu yüz gülenmeymen beni keçir oğla canım balam. O zatına buva, ben şu tapıyı dayanmışam. Çünkü ben dünyada bir tukan karindişimden bağlığını onu bilen tanıştım. Yani siz bilen görüşüm aldım. Hem de ölüp gelsem arminim yok buva. Ondak deme canım balam. Gelsem arminim yok buva. Deme, sen de yaşın gerek. Hemimiz yeni cem buluşumuz gerek canım balam. Ben sevmem buva. Ben çokum. Yengavaştan adam buluşup tırışıp. Senin bilen çokum kaydıcam buluna. Hoş buva. Hoş buka. Hoş canım balam. Hoş. Hoş balam. Aman bulana. Hoş balam. Allah'a emanet canım balam. Canım balam. Hoş canım balam. Hoş buva. Hoş balam. Hoş. Hoş balam. Canım balam. Balam. Canım balam. Hoş canım balam. Hoş. Hoş. Hoş balam. Hoş. Hoş balam. Hoş Şans insanlar Hoş balam. Merdane yaşaydı Oya Balam. Tağdır Merdane yaşaydı Oya söygenler Ne amal yıllaydı Şayman bilen İblisnin koluyla Baxt köygenler Ne amal yığlaydı Şayman bilen İblisnin koluyla Baxt köygenler
Kademde tapanğa patçı gülürmen taş Atıdın anıdın ayrıldık sebil Kademde tapanğa patçı gülürmen taş Yetimde ürkünüş emes durrava Yaralgan insanğa nurane akıl Yetimde ürkünüş emes durrava Yaralgan insanğa nurane akıl Tedbirge bağlıqdır her kim takdiri Şunçilik mukaddes chiken bu naql Tedbirge bağlıqdır her kim takdiri Şunçilik mukaddes